Kuni kecha Rossiya Xabarov shahrida bo'lgan voqeadan keyin deputat Alisher Qodirov o'zbeklarni Rossiyadan ketishga chaqirdi. Bungacha ko'plab blogerlar tomonidan bu mavzu yoritib kelinayotgan edi. Shaxsan Rossiyada yurgan inson sifatida shuni aytishim mumkinki, vaziyat rostdan ham yaxshi emas. Ketish kerak vatanga. Lekin bu yerda bitta muammo bor-da. Xohlangan bitta migrantni O'zbekistonda uyiga borib ko'ring, zo'r yashagani yo'q. Ularni Rossiyada yurib topayotgan pullari kerak bo'lsa, oilasini kundalik materialniy rasxodlaridan oshgani yo'q. O'zbekistonda ota-onasi, bola-chaqasi oilasini qo'yib Rossiyan sovuq o'lkalarida o'risi achchi gapini eshitib, bular ham bir nafsi uchun yoki boylik uchun bu yoqda yashagani yo'q. Ular zimmasida oilasini ta'minoti turibdi-da. O'z-o'zidan ketavera olmaydi. Nima qilsin bechara? Kelinglar birgalikda birlashib muammoga yechim topishga harakat qilib ko'raylik. Men aniq bilaman, O'zbekistonda juda ko'pchilikda imkoniyati yetarli, kichikroq bo'lsa ham biznes ochib, Rossiyadan qaytgan yurtdoshlarimizni ish bilan ta'minlashga. Qilaylik shu ishlarni. Qanday biznes bo'lsa ham, oshxonami, ishlab chiqarishmi, umumiy nom qo'yaylik. Misol uchun musofirmi, logotipi bo'lsin shu, чтобы odamlar bilsin shu joyda shu musofirlar ishlayotganini. Qani ko'tarilmasmikin shu biznes? Mayli kamroq daromad qilsangiz ham, misol uchun oyligini zo'r qilib bering, qaytadi hamma O'zbekistonga. Birgalikda qilaylik shu ishlarni uyushib. Agar shu ishlarni qila olsak, tarixda qolamiz, tarix yozamiz uyushqoqligimiz, birdamligimiz bilan. Chetda qiynalayotgan yurtdoshlarimiz uchun ham birlashish vaqti keldi.